Assalomu alaykum. To'g'rigami amaki? To'g'rigami? O'tir qizim, o'tir. Qizim, bank tomondan kelyapsan, bank ishlaysanmi? Yo'q, amaki. To'yim bo'lish arafasida edi. Shunga kredit olgani kelgandim. Kuyov bola qancha rasxotim bo'lsa, nima kerak bo'lsa kredit olsang, mayli men o'zim to'layman to'ydan keyin deb aytdilar. Shunga 100 million kredit oldim. Voy, hamma xarajatni kuyov bola to'larkanmi? Otasiga ming rahmat. Молодец. Ota o'g'il ekan. Qaynotasini spalnisida yotmaydigan kichkina yigitinga o'xshagan yigitlar ko'payaversin. Men havas qildim. Murjik bola ekan. Ming rahmat. Chetroqda to'xtasangiz kuyov bola chiqaman degandilar. Shunga birga olib o'tib ketardik. Qani u? Voy, chiqib turibdi ekan-da, to'xtab turibdilar. Shumi? Shu bola. Erga tegayotgan yigiting shumi? Ha, shu bola. Ha, amaki, shu bola. Mana. Bicha qolib ketding. O'tir. Qizim turmushga chiqayotgan yigiting shu, ha? Ha, amaki. O'zlarcha zamon qahramoni, giroysizda. Biron nomga kredit olguncha o'zing davolasang bo'lmaydimi, ha? Qizim, butun mahalla taniydi buni. Bu kasalki bu bola. Tutqunog'i bor, eng yomoni kechqurun ko'rpaga siyib qo'yadi. Shunaqa turmushga chiqasizmi? Siyg'oq. Sunnat aka, bu nima degan gap? Unaqa emas. To'xta, shoshma, ketma. Unaqa emas, borangiz. Siz menga kredit oldirguncha o'zingiz davolating. Siyg'oq. Men senga kimman? Dadangmanmi? Shu hayotda meni ham yashashga haqqim bormi, yo'qmi? Ha? 5 yil o'qitdim, o'g'lim. Hali ta'lim kreditingni to'lab bo'lganim yo'q. Mana mashina ham kreditda, yana ustiga ustak buni nomiga ham kredit olib beryapsan. Uni kim to'laydi? Kim? Mana sen to'laysan. Uni ham men to'layman. Sizlarni boqaman deb mana qara qoranliklar ketdim. Nima? Uylanasan. Endi uylansang ham qaynotang olib bergan spalnida yotasan. Dada, siqilmang dadajon. O'g'lim, siqilib ketdim. Dada! Onang